Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Barchalarga xayrli kech. Mana bugun Xudo xolisa yangi mijozimizga tayyorlanayotgan qayta fasoli darvozamiz bitish jarayoniga kelib qoldi. Xudo xolisa bundan keyin barcha ishlar tugagandan keyin Xudo xolisa krasika o'tadi. Buni yon materiallari o'ng bir stinada bo'lgan, disklari 1.8, ikkilik, ikki qavatli shinalizatsiya qilingan. Chiroyli fason, Xudo xolasa buni o'rnatish jarayonini ham qo'yamiz. Baho berib ketasizlar, Xudo xolasa. Hamma joylariga tushirib, chaklari joyiga keltirib yasalayotgan. Eng e'tiborli beriladigan joyi hashamatli darvozani doim shaniriga, ya'ni oshib-oshiga e'tibor berish kerak. Shunda hattoki kichkina eshikka ham katta shanir qo'yilgan, ya'ni osilib qolmasligi, ertaga ochilib yopilganda mijozimizni keyinchalik ham qiynamasligi uchun alohida e'tibor berilgan. Profillari hammasi qalin profillar bo'lgan. Bemalol sifatli ishimizga garantiya asosida yasab beramiz. Shunaqa darvoza, hashamatli darvoza, chiroyli va high-tech faslidagi darvozalarga yaqin bo'lgan, ko'rinishga ega bo'lgan darvozalar kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilinglar. O'zimiz chiroyli qilib sizlarni joylarni o'lchab, kechirilgan narxlarda arzon va sifatli qilib o'rnatib yetkazib beramiz. Buradan kech bo'lishidan qat'iy nazar, quyosh bo'lsa ham ishlamoqdalar. Hammaga xayrli kech, obuna bo'lishni unutmang. Bitta like sizdan.